qani dedim. Tillam qani dedim. Xudo xola men olganim yo'q. Men bilmayman. Qani gapir. Tillam qani? Sen olgansan tillani, tushundingmi? Sen olgansan. Sendan boshqasi olmagan bilib qo'y. Sen olgansan. Nima bo'lyapti o'zi? Yaxshi keldingizmi? Nima bo'ldi? Keldingmi bolam? Ha, nima bo'ldi oyi? Mana uni qara. Tilla zanjirimni o'g'irlabdi. Men mahalladagi to'yga chiqib ketgandim. Nilufar uyda yig'ishtirayotgandi. Xonamdagi tilla soladigan idishimni ichidagi tilla zanjirim yo'q. Aniq shu olgan. Xudo xola men olmadim, tuhmat qilmang. Yo'g'i, bo'lmasa kim oladi, a? Qanot chiqarib uchib ketadimi, ha? Nega bo'lmasa boshqa uzuklarim turibdi, faqat tilla zanjirim yo'q. Men yosh bola emasman, bilib qo'y, aldagani. Tillamni topasan bilib qo'y. Qayerdan bo'lsa ham topasan. Oyi, iltimos, sal o'zingizni bosing, tinchlanning. Aka, bunaqa vaziyatda qanaqa odam tinchlanadi? U tillarni qancha turishini bilarmidingiz? O'zim yaqinda oyim bilan borib tillan zargardan olib kelgandim. Nilufar, sen xonani tozalayotganingda tortmani ochdingmi, a? Zanjirni ko'rdingmi? Ko'rdim. Chaylarni artdim. Lekin men olmadim, Xudo haqqi. Xudoni o'rtaga qo'shma. Tiling kesilsin seni. Sen olmasang, boshqa olmagan bo'lsa kim olishi mumkin, a? Yo ko'chadan kelib birortasi olib ketadimi, a? Men uyga kelganimda Nilufardan boshqa hech kim uyda yo'q edi. Mana ko'rdinglarmi? Aniq shu olganda. Bundan boshqa hech kim olmagan. Faqat mana shu o'g'irlagan. Sen o'g'risan. Tillamni topib berasan. Sen o'g'irlagansan. Oyijon. Asabiylashmang, bo'ldi, topiladi o'sha tillangiz. Oyi, hozir. Osing, oyi. Suv olib ketasiz. Oyi, ko'zingizni oching, oyi. Nima bo'ldi sizga, oyi? Oyjon, dorini ichib oling. Oyijon, iltimos dori iching. Aka, endi nima qilamiz? Yo'qolgan tillarni qayerdan bo'lsa ham topish kerak. Oyim ahvollarini qarang. Qon bosimlari oshib ketdi. Mol achchig'i, jon achchig'i deyshadi. Agar onamga bir gap bo'lsa, hech kimni